Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmunlarına göz ataylı. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Yarkent xanlığı qurulğanlığının 511 yıllıqını xatırlab axbarat e'lon qildi və bu dünya mətbuatida keng turda xəbər qılındı. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudoyer əpəndining Xitayning mustamlikasiga qarshi turish Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta asliga keltirish kurshi nomli maqolasi e'lon qilindi. Bunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumati Yarkent xonligining qurilganligining 511 yilligini xatirlab, axborot e'lon qilib, Sharq Turkistonda tarixdan beri qurilgan davlatlar Sharq Turkiston xalqining ishg'oliyat va mustamlikaga qarshi turish kurashlari Sharq Turkistonning mustaqilligi va egilik huquqini asliga keltirishdagi qat'iy irodasini bayon qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining mazkur axborot vositalarida keng turda xabar qilindi. Statesman, ya'ni davlat arbobi xabar torining 3-iyun kunidagi xabarda mundaq deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati mustaqillik ko'rishini qaytadan ta'kidladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Yarkent xonligi qurilganligining 511 yilligini tabriklab, uni Sharq Turkistonning uzun yillik mustaqillik tarixining simvoli deb ta'kidladi va Sharq Turkiston xalqining davlatning egilik huquqi va o'z taqdirini o'zi belgilash irodasini qayta ta'kidladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Sultan Saidxon tarafidan 1514-yili mayning oxirida qurilgan Yarkent xonligining 511 yilligini tantanalik bilan tabrikladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati bayon qilib o'tganidek, Yarkent xonligi Sharq Turkistonning ko'p qismini boshqaradigan mustaqil turk davlati edi. Uning poytaxti Yarkent bo'lsa, uning muhim madaniyat va iqtisodiy markazlari Qashqar, Xotan, Keriya, Kucha, Aqsu, Turpan, Qarashahar, Qumul, Duxan va O'zgan qatorliq rayonlar edi. Ular birlikda boshqarish, savdo, ilm-fan va madaniyat faoliyatlarini ilgari suradigan harakatchan shahar to'rini shakllantirgan. Sharq chegara Sharq Turkiston bilan Xitoy orasidagi uzun yillardan beri qabul qilingan tarixiy chegara Jiayugangacha so'zilgan va xalqning siyosiy avtonomiyasini kuchaytgan. Yarkent xalqi Sharq Turkistonning 3000 yildan ko'proq vaqtni boshdan kechirgan keng davlat tarixida qurilgan bir qancha mustaqil turk va Hind-Yevropa davlatlarining biri və 6000 yillik madaniyat tarixiga vakillik qiladi. Bularning ichida Tujariyan shahar davlatlari, Hun imperiyasi, Kushan imperiyasi va Heptalitlar, shundaqla Köktürk xonligi, Uyg'ur xonligi, Qarxaniylar xonligi, Idxut Uyg'ur xonligi, Chag'atay xonligi va Yarkent xonligi o'rin olgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining axborotiga qaraganda, Sharq Turkistonning muhim siyosiy mustaqillik merosini ta'kidlaydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining axborotiga qaraganda 1864 yildan 1877 yilgacha davomlashgan 7 shahar davlati, 1933 yildan 1934 yilgacha davomlashgan 1-chi Sharq Turkiston Cumhuriyeti va 1944 yildan 1949 yilgacha davomlashgan 2-chi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sharq Turkistonning muhim siyosiy mustaqillik merosini ta'kidlaydi. Bu egilik huquq tarixi 1705 yildan 1759 yilgacha davomlashgan Tunganlar, 1759 yildan 1863 yilgacha, 1877 yildan 1912 yilgacha davomlashgan Manju Qing imperiyasi, 1912 yildan 1933 yilgacha davomlashgan Xitoy bagiliklari, 1934 yildan 1943 yilgacha davomlashgan Gomindachi Xitoy bagiliklari va 1949 yildan hozirgacha davomlashayotgan Xitoy Kompartiyasi tarafidan buzg'unchilikqa uchragan. Sharq Turkiston xalqining milliy egilik huquqini asliga keltirish irodasi bugun Sharq Turkiston surgunda hukumatining tirishchanligi bilan davom qilmoqda. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bayonotida aytilganidek, Yarkent xonligi Mo'ng'ul imperiyasi, Xitoyning Ming sulolasi, Qozog'iston xonligi va Buxoro xonligi qatorliq O'rta Osiyodagi yaqin davlatlar bilan diplomatik va savdo aloqasi o'rnatish orqali o'z davrining rayon va xalqaro ramkasidagi e'tirof qilingan o'rnini isbotlagan. Sharq Turkiston surgunda hukumati Yarkent xonligining mangulik merosini milliy tarixining ul tashi sifatida qabul qiladi. Sharq Turkiston surgunda hukumati xalqaro qonun, tarixiy izchillik va barliq xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilashdagi asosiy huquqi bo'yicha Sharq Turkistonning mustaqilligi va
milliy egalik huquqini asliga keltirishdagi qat'iy irodasini qayta ta'kidlaydi deyildi. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandining Xitoyning mustamlikasiga qarshi turish, Sharqi Turkistonning mustaqilligini qayta asliga keltirish ko'rishi nomli maqolasi 29 may kuni First Post, ya'ni tunji pochta gazetida e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyildi: Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olganiga 75 yil bo'ldi. Ammo Sharqi Turkiston xalqi 100 yillardan beri davomlashib kelayotgan mustamlikaga qarshi turish tarixiga ega. Xitoy Xalq Cumhuriyeti Sharqi Turkistondagi mustamlika ishg'olini davomlashtirish uchun xato uchur, besim va rayimsiz vositalarni qo'llandi. Beijing yolg'ondan terrorlikqa qarshi turimiz deb da'vo qilsa-mu, amaliyotda u Sharqi Turkiston davlatini yo'qotishni maqsad qilgan, davlat boshlatgan terrorlik va irqiy qirg'inchilik harakatini qo'zg'adi. Oldingi asrning 90-yillarining oxiridan boshlab Xitoy hukumatı Sharqi Turkistonning qonunliq mustaqillik harakatini oshqunlik va terrorizm bilan kurash qilish deb tasvirlab, qasddan ostin-ustin qilibdi. Sharqi Turkiston islom harakati Sharqi Turkiston mustaqillik harakatini salbiy ko'rsatish, inovatsiz qilish uchun Xitoy barliqqa keltirgan bir belgidir. Harakati va xitobi Sharqi Turkistonning mustaqilligi bilan munosabati bo'lmagan Turkiston Islom partiyasiga o'xshash vakillik guruhlar Xitoyning xato tashviqot tarqitish qurolidir. Sharqi Turkiston Xitoyning muntazam rayoni yoki etnik osonliq millat rayoni emas. Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa yerlik turk xalqlari azaldan Xitoyning hukmronligini qabul qilib boqmagan va tajovuzchilikqa to'xtamay qarshi turgan. 759-yili Manjula hokimiyatidagi Qing imperiyasi Sharqi Turkistonga besib kirib, uni mustamlika qildi. Sharqi Turkiston xalqi buningga 42 qitimdan ortiq qo'zg'olon orqali qarshilik ko'rsatdi. 1864-yili ular Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirdi va 1876-yili Manjulaning tajovuziga qadar davomlashgan 7 shahar davlatini qurdi. Qing sulolasi mustaqil turk davlatini bo'ysundirgandan keyin 1884-yili Sharqi Turkistonni o'ziga qo'shib oldi va Sharqi Turkistonga mustamlika ism Xinjiang deb nom qo'ydi. 20-asrning boshlarida Sharqi Turkistondagi mustamlikaga qarshi kurash kuchaydi. Natijada zamonaviy Sharqi Turkiston mustaqillik harakatining o'ttirg'i chiqishiga turtki bo'ldi. 20-asrning boshlarida Sharqi Turkistonda mustamlikachilikka qarshi kurash kuchayib, zamonaviy Sharqi Turkiston mustaqillik harakati barliqqa keldi. Bu harakat orqali 1933-yili birinchi qatimliq Sharqi Turkiston Cumhuriyeti, 1944-yili ikkinchi qatimliq Sharqi Turkiston Cumhuriyeti e'lon qilindi. Ammo 1949-yili yozning oxirida Sharqi Turkistonning 30 dan ortiq siyosiy va harbiy rahbari Sovet ittifoqi tomonidan o'ldirildi. Bu og'ir siyosiy yo'qotish orqali paytda Sharqi Turkistonning rahbarligini og'ir darajada ojizlashtirdi. 1949-yili 10-oyning 12-kuni Xitoy Xalq Cumhuriyeti Sharqi Turkistonga tajovuz qilib, 1949-yili 12-oyning 22-kuni Sovet ittifoqining qo'llashi bilan mustaqil Sharqi Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib tashladi. Beijing buni tinch yo'l bilan ozod qilish deb ataydi. Amaliyotda bu qurolli shaklda olib berilgan harbiy ishg'oliyatdan iborat. 1949-yildan 1954-yilgacha 150 mingdan ortiq Sharqi Turkiston aholisi Xitoy Kompartiyasining ishg'oliyatiga qarshi kurash qilayotganda o'ldirildi. 1955-yili Sharqi Turkiston Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ataldi. Xinjiang degan bu nom Xitoyning mustamlika hukmronligini inkor qilish, qaymoqtirishda qo'llanilgan ibora. Necha 10 yildan buyon Xitoy mustamlikasi orqali majburiy assimilyatsiya qilish, o'lim jazosi berish, keng ko'lamda tutib turish, diniy bostirish, kultur, madaniyat buzg'unchiligi va nüfus qurilmasini o'zgartirish harakatini yo'lga qo'ydi. 20-asrning 50-yillaridan 90-yillargacha Sharqi Turkiston uda qo'zg'olon va keng ko'lamli mustaqillik harakatiga safarbarlik qilishga shohid bo'lgan bo'lib, zo'ravonlarcha bostirish va o'ltirishdek vahshiyliklarga uchragan bo'lsa-mu, mustaqillikni qo'lga keltirish orzusidan voz kechmadi. 1996-yili 3-oyda Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosi doimiy komiteti 7-nomerli hujjatni e'lon qilib, Sharqi Turkistonning mustaqillik harakatini tarmor qiladigan eng maxfiy yo'l yo'riqni ko'rsatdi. U bo'lsa-mu muajiratdagi tashkilotlarga singib kirish, chet el hukumatlarini qo'lga keltirish va tashviqot orqali xalqaro tunishni shakllantirish to'g'risida tafsiliy ko'rsatma berdi. Shu yili atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining raisi Ablat Abdurshid Beijingning maydonini aniq o'tirg'a qo'yib, singib kirish, tashviq qilish, o'ltirish qatorliq bo'lgunchilikka qarshi turishning barliq usullarini qabul qilishga bo'ladi dedi. Xitoy Kompartiyasi tahdid bilan qolmadi. 1996-yil 4-oyda
zarba berish qattiq harakatini yo'lga qo'ydi. 10 minglarcha Uyg'urlar tutqun qilinib, lager va turmalarga qamaldi. Uyg'urlar tarafidan shubhalik bilingan Hasan Mahsum ismli bir Uyg'ur qisqa vaqt ichida qo'yib berildi. Undan keyin u Urumchidan Beyjingga bordi va keyin 1997-yili 9-oyda Xitoyning har soatiga ittifoqlashib Pokistonga berib, atalmish Sharq Turkiston Islom partiyasini qurdi. Sharq Turkiston Islom partiyasining xitobi dunyo kafirlariga qarshi jihatni ta'kidlashdan iborat bo'lib, milliy mustaqillik ko'rishini islom harakati emas deb ko'rsatdi va ayni vaqtda Qozog'istonni baza qilgan Sharq Turkiston Birlashma Inqilobiy frontining rahbarligida harakat qilgan Sharq Turkiston mustaqillik harakatini ojizlashtirdi va Beyjingning vakolatchisi sifatida Sharq Turkistonning ishg'oliyatga qarshi kurashini yer shari jihad terrori deb tasvirladi. 1999-yili Shanxay 5 davlat hamkorligi yig'ini chaqirilganda Qozog'istondagi Sharq Turkistonlik rahbarlar ochiq-oshkora holda Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning ko'rishining islom asliyatchiligi yoki oshqunlik bilan munosabati yo'q, ammo uni milliy ozodlik ko'rishi deb tasvirlashga bo'ladi dedi. 2001-yili Xitoy Shanxay hamkorlik tashkilotini qurishga tayyorlandi. Shu yili O'zbekiston Islom harakati va Sharq Turkiston Islom partiyasi atalmish Turkiston Islom partiyasiga kirgizilib, yer shardagi barliq kafirlarni nishon qilgan va islom xalifaligiga qurgan shiorlar bilan o'ttirg'a chiqdi. Turkiston Islom partiyasining Afg'oniston va keyin Suriyadagi terrorlik guruhlari bilan ittifoqlashishi va mavjudligi Beyjingning terrorlik tahdidini borliqqa keltirib, terrorlik bilan kurash qilishni bahona qilib, davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik harakatini qonunlashtirishni ilgari surishga yo'l qo'ydi. Bu bayonotni kuchaytirish uchun Xitoy Kompartiyasi 11-sentabr voqeasidan bir necha oy keyinla hech qanday Uyg'ur guruhi ishlatib boqmagan Sharq Turkiston Islom harakati degan ismni o'ttirg'a chiqardi. Bu Sharq Turkiston mustaqillik harakatini texnik keng islom terrorligi bilan birlashtirish maqsadida borliqqa keltirildi. Gerçi Amerika dastlabda Sharq Turkiston Islom partiyasini Beyjingni tinchlantirish uchun qo'llangan bo'lsa-mu, ammo tekshirish orqali bundaq bir guruhning mavjud ekanligiga doir ishonchlik paket topilgandan keyin 2020-yili bu qaror bekor qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Turkiston Islom partiyasining ayrim gavda ekanligini, Beyjingning ikkisini birlashtirib olishning amaliyotda to'g'ri emasligini aytdi. Muajiratda qonunliq mustaqillik harakati davomlashdi. 2004-yili Xitoyning bostirish va xato tashviqotlariga qarshi turish uchun Washingtonda Sharq Turkiston surgundi hukumati qurildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati qurilgandan buyon Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga rahbarlik qilib, xalqarani Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga va uning o'z taqdirini o'zi belgilash, mustaqillik huquqini qo'llashga chaqirdi. Gerçi Xitoy davomli Sharq Turkistonning barliq faoliyatlarini terrorlik harakati deb qalpoq yaydirishga tirishayotgan bo'lsa-mu, dunyo jamoati haqiqatni qabul qilishga boshladi. Amerika har qaysi davlat parlamentlari va dunyoning har qaysi joylaridagi qonun mutaxassislari Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qartilgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi. Xitoyning Sharq Turkistondagi harakati davlat bexatarlik siyosatining qo'shimcha mahsuloti bo'lmasdan, bu qasddan etnik va kultur yo'qotish harakatidir. 2014-yildan boshlab Xitoyning atalmish xalq urushi millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz va Qozoq qatorliq turkiy xalqlarni jazo lagerlari va turmalarga qamal qildi. Yüz minglagan Sharq Turkistondagi turk ayollari tug'mas qilib etildi va homilasi tushirib etildi. 20 milliondan ortiq Uyg'ur bolasi oilasidan ayrilib, davlat qarmog'idagi yotoqliq maktablarga o'rinlashtirildi. Sharq Turkiston paxta ishlab chiqarishdan quyosh energiyasi batareyasi taxtasigacha bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish qadar keng qul emgak rayoniga aylandi. Amerika parlamentiga sunilgan paketlar shuni isbotladiki, har yili majburiy organ yig'ib olish uchun 25 mingdan 50 minggacha Uyg'ur o'ldirildi. Bir balvoq bir yo'l tashabbusi va strategik mablag' qo'lgan yer sharviy ta'siri uni ahamiyatli javobgarlikdan qo'g'didi. Nurg'ulg'an hukumatlar iqtisodiy beqindilik sababidan Beyjingni tanqidlashdan o'zini qochirsa, yana ba'zilar Xitoy bilan aktiv hamkorlashib, muhojiratga Sharq Turkiston harakatini nazorat qildi va bostirdi. Manju imperiyasiga qarshi qo'zg'algandan tortib 1933 va 1944-yillari Sharq Turkiston Cumhuriyatlari qurilganga qadar va Sharq Turkiston surgundi hukumatining hozirgi siyosiy ko'rishigacha Sharq Turkiston xalqi mustaqilligini asliga keltirish talabidan azaldan voz kechmadi. Bu asabiylik diniy emas yoki terrorlik harakati emas. U butunlay xalqaro qonunni asos qilgan milliy ozodlik va mustamlakachilikning oxirlashishi uchun olib berilgan qonunliq adil kurashdan iborat.
Xalqaro jamiyat shuni e'tirof qilishi kerakki, Sharq Turkiston masalasi Xitoyning ichki ishi emas, balki qonunsiz ishg'oliyat, irqiy qirg'inchilik va davlatning o'z taqdirini o'zi belgilashdagi negizlik masala. Dünya Ukraynaning egilik huquqini va sobiq mustamlikachilarning mustamlikasini qo'llaganga o'xshash Sharq Turkiston xalqi bilanmi erkinlik va mustaqillik ustida izlanishi kerak. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish faqat adolat masalasi emas, u Uyg'urlar va boshqa barliq tur xalqlarining mavjudligi va izzat hurmatini qo'g'dash uchun intayin muhim. Dünya jamoati Sharq Turkistonning xalqaro qonun bo'yicha tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini muayyanlashtirishi kerak. Bizdə milliy inqilob boshlangandan buyon ajoyib ahvollar, g'aroyib insonlar ko'rildi. Shundoq kishilarni ko'rdikki, og'zida islom, ammo ko'nglida tilla yambu o'ch adovat, mansab va obro'ydan boshqa narsa yo'q. Salom soat gap so'zlarining hammasi dunyo uchun bo'lib, osmon o'rilib tushdimi xiyoliga kiribmi chiqmaydi. Qarg'udak bo'lsang, dunyo ko'zlashni, lay suvda biliq tutishni kasb qilib olgan. Bir butun mamlakatning hayot mamot masalasi bilan chatqi yo'q. Shundoq qilib, bularning ko'plari xaroblashib, umumiy millatni mushkullikda qo'yishdi. Ular mamlakatning ozodligidan iborat dunyodagi eng muhim masalani hal qilish ustida turayotgan bir millatga xizmat qilmasa, o'zining shum g'arazlarini aralashtirib olib yursa, umumning milliy manfaatini qandoqmi kapolatga ega qilg'ili bo'ladi. Nafsoniy orzu havasi va maqsadlari uchun nupuzliqlarga yaqin turishga qiziqayotgan noahlilardan, millati uchun zarrachilik dardlanmaydigan his tuyg'udan mahrumlardan umumiy mamlakatga qanchalik foyda kelmoqchi edi. Başdan boshlab millati uchun hech qanday g'am qayg'usi bo'lmaganlarning, nafsoniyatga berilib puli va obro'yining oshiq shaydasi bo'lib yurganlarning milliy ozodlikqa erishish yo'lida saodatga boshlashidan qandoqmi umidlangili bo'ladi. Millatga, jamoat ishlariga tayyor bo'lolmagan zo'qsiz, har vaqt o'zining yoshirin g'araz va orzu-havaslari yo'lida harakat qiladigan va shu yo'llarga xizmat qilishni hamisha birinchi o'ringa qo'yadiganlardan qo'lida kuchi va qurol yarog'i borlarga xushamad qilib, har turli razil usullarga tayinib, yaqinchilik bildirishni, do'stlikni ko'rsatgan bo'lib, timsiqlab o'tishni xohlaydiganlardan ulug'vor g'oyalarga xizmat qilishni qandoqmi kutib bo'lg'ili bo'ladi. Xulosa shuki, har ishning o'z ahli, har mashqning o'z oshiqi bo'ladi. Bizlar milliy mustaqillik yo'lida mumkin qadar milliy tuyg'uga ega qavmning va vatanning dard g'oyasini sharaf biladiganlar bilan millatining moddiy va ma'naviy manfaatlarini o'z ishining oldiga qo'yib turib qilishni biladigan fidokor dardmanlar, g'oyadoshlar bilan birlikda ish qilib berishimiz lozim. Manba Erkin Turkiston gazeti 20-son 1934-yili 25 yanvar Kashgar. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.